shu komanda uchun hamma borini beradi, hamma kurashadi oxirigacha. Endi shu kungacha trenerlar uchun o'ynadilaring, ota-onang uchun o'ynading, o'zingiz familiyang uchun o'ynading. Endi bugun sizlarni mana shu murabbiylar uchun o'ynashingizni so'raymiz. Bu hamma chetda harakat qilyapti, hamma borini beryapti. Biz trenerlar hamma adolat bo'lsin. Sanlar o'ynashgan chetda, sanlar loyiq sanlarda qiynalsak ham, och o'tirsak ham, shu adolatli bo'lsin. Shu bola o'ynasin-da, yoki chetda o'ynayapti. So'raning, mana shu shuncha odam majburlik bo'ladi. Yo'q. 50 kundan beri biz uyga qurib bormaydik. Masalan, erkak kishi uyga kirganda farzandini, xotinini, bola chaqasining yuziga qarashi bor. Bu olgandan keyin shuncha mehnat qilib, shuncha odam majburlik bo'lishi kerak. Bilasizmi? Bo'lishi kerak. Bir marta erkak bo'lib, mana shu trenerlar uchun o'ynab berasizmi? Barcha qadaringga rozimiz Allohim. Bizlarga dunyodagi barcha gapli yaxshiliklarni ravo ko'ring Allohim. Bir lahzada sonda o'z holimizga tashlab qo'ying ya Rabbi. Qudratlarga Allohim, qudratlarga Allohim bizlarni qo'ying ya Rabbi. Allohu akbar.